Bismillah. Assalamu alaikum. Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Hayırlık cuma. Bugün cumalarına hayırlık olsun. Yarım yıl niyet kılıp, neçe yıl xiyal kılıp, ahir bu mevzunu sözleşki doğru geldi. Bugünkü doğru geldi. Bu bir kısmet. Bunda oluşu bazı şahsi mesajlar ve azdılar inkaslar benim edebiyat karışımı ki romançılık karışımı doğrusu da benim değişimini takaza kıldı. Onun üstüge Gugum romanı hakkında ançı gep sözler oldu ve bunun düşünülüşü hakkında toxtalışıq doğru kep kaldı. Bu tüpeylden bugün bu mevzunu ahiri oturup çıkardıgan oldum. Bu tabii ki bazıları yapmaya kaldı. Çünkü enevi karaşlarına dez gitidi bunun bilen. İnsan balası özü ügünüp kalan neseden vazgeçemeydi. Onun gibi olan zerbini özü gibi olan zerbe de hesaplaydı. Bunun için karşı çıkardığı iş oldu. Bunu psikika ait geplerimizde dedik bu vakti. Körüvatkananladık mevzumuz Gugum hakkında edebiyat ve romançılık doğrusu notla. Ben bunu az uşak mevzuları böyle desem tam yakışırak bulamdı gibi koyuldum. Notlarımda başta Gugum'un sergüzeştisi. Ben 1980 yılının kışıdan beri tarihi roman Bayavandığı Gülhan'ı yeziş teyarlıkıda materyal toplap ürettim. Materyal deyisi xudda şu okşamagan buğday xamidek igizligen siri qoquşqa başladım. Ben taxıp povustunu yazıp bakmagan turup 3 tomluk romanını, onun üstüge tarihi romanını qandaqını yazaman. Teximi eğri bu Mehmet Efendi'nin baş kahraman qıygan bulup, bu kişiye qarta kötürülüp beravatkan hürmet qıyanlarım bana teximi eğir besim düşürmekteydi. Yaxşı yazılmasam qatti bulmaydı. Vazgeçeyim ya. Bu mening mijazimga eng yapqılık. Mana şunun bilen ben bir meşq roman yazıp, roman yazışını bir meşq qilib, bu romanını yaxşı yazış üçün bir ügünüş basqıçını, bir praktik basqıçını baştan keçirishni qaror qilib qoldim. Hatta yaxşı yaza alaydigan bo'libmi cho'ng hajmlik asardagi chigish voqealarni azg'ashtirmasdan tashkillamak meşgul bo'laddi bu. Ve cho'ng hajmlik romanlarda personajlarning soni ait ko'p bo'ladi ve bu personajlarning xarakteri, mijoz xulqi, gap qilish uslubi qatorliq jihatlardan bir-biriga aralashtirib etmay, ozg'ashtirib etmay tashkillash. Cho'ng masala. Onun ismini farqlansa bo'lmaydi, u yetarli bo'lmaydi. Personajlar yana o'zining xulq mijozi bilan farqlanadi. Bu hayot shunday bo'lgandikan, romanda shunday bo'lishi kerak. Onlar için meşq roman yazsam yazışqa erinmeydim ki ama niyet qilgan tarihi romanni cho'qim muvaffaqiyatli turmasam bo'lmaydi. Mana shu iroda bilan bu meşq romanni yazishga niyat qilganimda roman ismi qilib Gugumni bekitdim. Bu 1983 yıl idi. Anda bu romanning davrini Mehmet Efendi'nin vafotidan keyingi davr qilib tanladim.
Bununla göre romanның baş qəhrəmanı Mehmet Efendi'nin yakın şagirdlaridan biri bo'latdi. Kelgüsüde Mehmet Efendi hakkında yazılıdığan romanım uçakta ismi koyulmagan, yoruqluq çıqqandan keyin bu meşhur roman eğer sel qamlaşqan bulup çıksa, onu qaytaretlep devr itibarı bilen ağusının keyiniga ulunuduğan qılmaqçıydı. Başladım. İsimli qilishçe 280 bettek orijinal yazılgan edi. Men planlagan liniya xeli başlı buzulup ketdi. Romanның rivajı meni aqistine geçtirip, ilgiri men oylap görmegen bir yerge başlap ketdi. Men bolsam qalemimge yagishib nälege ketdim. Xalt ko'chalarga kirib qaldım, chiqishga yo'l yo'q. Oxirini bir taraf qila olmadim. Qilay desam boshlarini nurg'un o'zgartirish to'g'ri keladi. Shunday qilib, bu mashqni tashlab etdim. Buningdan bir narsalarni faham etib oldim shug'ulasi. Oxirini plandagidek ketmay qolsa, oxiri baş taraflardagi shuningga aloqador jipushlarni o'zgartirishga to'g'ri keldi ekan. Buni faham etdim. Uningdan shu mashhur romandan xotiramda qolgani faqat Gugum degan ism, faqat shu ism qoldi. Xelip süptüde onun başlanış devri, baş kahraman Sabitni allaqachon Bayavandagi Gulxanning asosiy qahramonlaridan biri qilib qistirib o'tish qaror qilinib bo'lgan edi. 87-yilga kelganda Bayavandagi Gulxanni yezishni rasmiy boshlab etdi. U chaqdagi ismi Chekin edi. 88-yilining yarimigacha 1500 original qilib bu asarni bitirgan bo'ldim. Sabit haqiqatan bu romanda Mehmet Efendi'nin en yakınlarından işençlik şagirdidan biriydi. Ama o romandaki o mühim şagirdlarının içinde fakatmış Sabit'la tokulma personaj idi. Bu resmi tarihi şahs emas. Roman yazış xumarım ma'lum qinish topgandek, o'zim tajribelik bo'lib qolgandek hol paydo qilib qoldim. Endi yana roman yazsam nimani yozaman? Ya urush davri bo'lmasa, uchoqlarda qiziq bir voqea bo'lmasa, roman yozg'ili olmaydigandek tunishli bo'lganimiz uchun bu hozirgacha bizning Uyg'ur yozuvchilarida hala davom qilayotgan bir xiyol bu. Qiziq bir voqea bo'lmasa, roman yozg'ili bo'lmaydi degan tonish. Hamma yozuvchilar shunday o'ylaydi. Qandaqdir tuvanga tushib turmushi gunatdi. Ular bu yerda turmush yo'qdekla g'alati qiliq, g'alati gap edi bu. Gugum har qachon aqlimda bor edi. Zaman yodimga yetib qoladi, ammo qalam tavirtishga rag'dim bo'lmaydi. Nimalarni yozishim haqida hech qanday fikrim yo'q edi. 83-yil kuzda tunji Urumchiga berish safarimda Urumchida bir oy turib qoldim. Keşlik tamoqqa mehmonxonaning oldidagi bir necha oshxona bo'lgan kichik bozorga chiqdim. Ana shu chog'da nihoyat egiz, usqonliq, baquvvat bir buvayning shu yerdagilarga bir mushtak, ya'ni g'anza tamoq chekadiganni ko'rsatib turib, qilib berayotgan parangiga quloq mehmoni bo'lishga to'g'ri keldi. 1933-yili Qashqar Do'tay yomilining oldidan tepib olgan. Bu bana g'alati bir xil bishoratdek tuyuldi. Uzoqqacha menda g'o'ngildab turdi. Buningda xeli romantikalik ba'da qiladi. Cho'chaklarga o'xshab ketadi. Shu an kallamda bir boshlanish jumlasi va eng dastlabki manzara shakllangan edi. Shu qobil odam Sabit edi. Sabitning bo'y bastini shuningga ko'ra bekitib qo'ygan edi. Bayavandagi Gulxanda xuddi shunday tasvir oldi. Oshxonalar oldidagi paranglar Gugum uchun edi. Yıllar o'tgan bo'lsa-mu, aşı boshlanish tasviridan boshqa hech narsa aqlimga kelmaydi. İlgari mashq qilib yozganlarim bak bema'nilashib tugagan bo'lgach, uning qurilmasini yaratmaydim. Mana ana bilan 20 yil o'tib ketdi. Keyin Kanadaga kelgan dastlabki kunlarda internet pit bozorida e'lon qilingan Hoji Yoqubning aslimisini o'qib qoldim.
Bulupmu bu bir top Şarkı Türkistanlık ziyalilarının keçiş jarayony meni kızıktırdı. Köňümde Sabit Efendini bu topqa ketip etdim. Oýlamy gäýerden gugum üçin otur kısımlagy dogry kildigan bir sergüzeş tugulgandek boldy. Kim İsa Yusuf'un eslimesinin yadıma kaldım. Bu keçiş jarayony onundymy bar edi? Bir dilli 1987 ýyly üýümizge mehmanga çakyrylgan Uygur Adil Efendi'nin şu çağda sözlep bergen uzun hayat hikayesi gugumga material boluşga yaraýdyganlygyny baýkadym. Demek bir laýkal asta tamamlamak dedi. Timenin bolmakçıydı. Uzak çıkarar öğrenmedim. Kim Uygur ziyalılarının 50 yıllık sergüzeştisi, arzuları, hasretleri, hataları. Bularını yekilleşi olsun dep oyladım. Aslında bu yekilleşini bir az 100 yıl gariplikta Garcia Marquez'nin 100 yıl gariplik degan romanını yadınla gelinglar. 100 yıl gariplikta Latin Amerikasının 100 yıllık garipçiliğini simbolluk usulda yekilligine dek bir usluk qollanaman dep arzu qilsammy, enik bir kurulma planym bolmagaçka ýenli kalem täbirtelmedi. 1900 nima? 1900 yanlış. 2011 yılga kelgende bir dilli ottek kızgın yeziş istikim kozgaldy. Kandak başlaş hakkında menemde 30 yılçı mevcut bolgan helik görünüş bar edi. Aşkana aldyk kişilerge paran kılıp berip atkan boway. Keyneden nimelerni yazışımda oylavanmayla aşkana aldyk kabul bowaýynyň görünüşi dilla başlap ketdi. Eýran kalgydak tizlik bilen yazdım. Her gün etigen doğanımdan turup kompüterinin aldığı gelgiçe xota aşıkның meşgini görüş kaldırığındaki teşnalık aldırtıp duratdı. Eni şu olturgançı naşta ve başka tamaklarımdan şu olturgan yerim diye ta akşam kış toxtamay yazdım. Bir minut oyla olayda turup kaladıgan çağdırım bolmadı. Köňlümde bir hayat sergizeşti xutu tağ ekildirdek, gah şiddetlik, gah sılık yeğilip ekip kiletti. Bäzide közlerimden yaş taramlagan halda ýasapdy. Bu xuddi Balzac Goriot bowaýyny romanyny tamamlap boluşyga kirip gelgen bir dostu Balzac'nyň jyklap atganlygyny görüp derhal ensireş bilen nim boldy dep sorganda Goriot bowaý helili kasa kıldy dep isadep ketkindekle ajaýyp bir şey. Keşti yazıda kaldırım tügep emez, keç olup ketkiyorlar yazıştın toktayıptım. Mana şundak üzlüksüz yeziş süretim bilen 40 günde 450 bet etrafıdaki birinci originalını tügeptim. Bunu derhal Memtimin Ağlaga evetdi. Memtimin Ağlamı hayal şımay okup bana tepsili fikir yazıp evetdi. Toluklaşık tegişlik mazmunla hakkındaki teklifini kabul kıldım. Ve ikinci qetimlik gözden geçiriş jarayonida toluq buldum ve bugünkü hacmiga erişdi. Men hayatımda bundan ilgili bir postni mana şundaq hiç aldın oylap olmasdan kalemning aqısından ägişip bir tınıqtılıp bitirgenlikim yadımda. Bu Bisiyanğan Şemşar namlı postum idi. 1986 yılı Golcuda eçiladigan islahat temistiki prozi ijadiyet söhbet yığыныğı çakırıp tapşırıp algan, amma mende yığınğı ağaç wagydek teýýär eser ýok idi. Bir gün səhər saat 3'lerde uykum eçilip gitip islahat temistde ajaýyp bir fikir we buny kandak ifadeleşniň plany tugulup derhal ornumdan tuğança yazışky başlap normal ornumdan turduğan wagtgacha bir tınıqda yazıp bitirgen idi. Golcudaki yığınğa hiç tüzülmegen, hatta tekrar okup bakışga mı fırsat bolmagan bu postni algaç öğrep okugaýdym. Aş ustaz yolluk pişgadamlarning aldyda. Şu yığınğa bagan en yeş kiçiklerden biri men, yana biri Ahtam Ömer idi. Şeýlen en kiçik biri. Postum oylamaga ýerden yığın ahli tarapyndan bek ýokary bahalanıp Tarym jurnalynyň şu qetimki yığınga atalgan sanyda elan kılıngan edi. Mana şundan kin ýene bir ýyryk eserini ana şundaq tizlikde köp tüzütüşke özgertişke togry gelmeýil bitirip atatdy. Bir hikmet ýekildim.
Avtorni qiynamayla bitgan asar cho'qim yaxshi asar bo'lib chiqadi. Avtorni qiynagan, to'la o'zgartirilgan asar yaxshi chiqmaydi. Buni yakunlagan bir hikmat. Google bayon qilinish uslubi jihatdan bir az o'zgacha bo'lsa-mu, vatanimizda nashr qilingan romanlarning umumiy holatidan bek farqlanmaydigan bir roman. Aşıqıl qilib ko'ngan xalqimizning darhol yoqtirish sababimi mana shuningdir. Ya'ni oddiylik, voqelik tasvirlanganligi. Ya'ni jang nomi turqidin deyishga bo'ladi. Gugumdagi bu yuqorida deganlarim Gugumning sarguzashtisi. Hamda Gugumdagi tarixiychilik. Adabiy asarlarning talabi turmushchilligi. Ya'ni turmushda bo'lish ehtimoli bo'lgan, bizga tunish bo'lgan, bizning aqlimizga yotadigan bir chillik. Hayotchilligi, badiiychilik bo'lib, tarixiychilik talabi yo'q aslida asarda, romanning. Men bu romanni tarixiy roman deb atamadim. Tarix bayon qilish mening maqsadim bo'lmaganligidan emas, texim muhimi bosh qahramon to'qilma bo'lganligi uchun. Shunday qilishga qaramay, men bu romanda tarixiy shaxslarning so'z harakatlarida o'z xohishim bilan qo'shgan bir narsa yo'q. Bo'libmi 3 apanda haqida mening bir bahoyim yo'q. İsa Yusufning, Hoji Yaqubning va Uyg'ur Adilning aslimalariga asoslangan bo'lib, ba'zida dialoglargacha tarixiychilik qo'ydi. U holda meni apandilarga andaq yoki mandaq baho beribdi deyish asossiz demakdir. Uning ustiga mening eng nafratlanadiganim shundaqla adabiy ijodiyatda o'chkirildigan, tangirlashgan yozuvchi bo'lib qolish. Roman ichidagi kishilarning ishlariga aralashish. Bu munosabat bilan hamda roman haqida azroq bildirlayman. Qarindoshlar. Gugum haqidagi yuksak baholar rostdan desam meni bek shodlantirib etmadi. Bunda desam cho'qim meni saxta kamtarlik qilyotidi deyishinglar mumkin. Ammo rost aytganligimni ilgari vatan ichidagi torbatlarda e'lon qilgan ba'zi maqolalarimdan his qilish mumkin bo'lsa-mu, bu maqolalar chet elda e'lon qilinmadi. E'lon qilinganlardan Vladimir Nabokovning romanchilik qarashlari va mening qarashlarim degan bir chuvalchaq yozmam bir ara to'rg'i chiqarib qo'ygandim. Qanchalik odam ko'rdi bilmayman. Ammo sonini ko'rdim, rost o'qidimmi shular, buningga ishonish tez. 10 mingdan ortiq uning ko'rilish soni shu vaqtda torbitim taqilib qoldi hozir. Bu söz tekstimni tayyorlab bo'lgandan keyin, mushu bugun so'zlayotganini tayyorlab bo'lgandan keyin torbitimga adabiyotga aloqador 2 maqola qo'yib qo'ygandim. Hozir torbet taqilib qolg'achqa mavjud emas. U maqolalarning birisi Uyg'ur madaniyat sohasida mabudchilik degan maqola. Yana birisi dunyo adabiyoti va Uyg'ur romanchiligi degan maqola edi. Qisqa muddat uni to'rg'i qo'yib, Facebook'ga uning ulanishini chiqarib qo'ygan, qanchalik odam o'qidi bilmadim. Bundan boshqa Farhod Tursun asarlariga yozgan kirish so'zimni qarashlarim haqida ipuchi bor. Yana shuni deb qo'ysam balkim deganlarimning rostligiga bir dalil hisoblanar. Turkiyada bir xonim ismini deyishimning bir yomon tarafi yo'q. Bu shu shoira Zaynura Aysa xonim. 2017-yili uyiga ziyoratga borgandim. Shu chog'da Gugumni turkchaga tarjima qilishga havasman ekanligini aytgan. Men qo'shilmagan edim. Bu kitobning turkchada tunishtirilgan boshqa romanlarning, ya'ni Uyg'ur romanlaridan bek mashhurlarimizda turkchaga tunishtirilgan boshqa romanlarning qismatiga qilishini xohlamaganligimdan emas,
Muhimi Türk kitapxonalarining bununla qiziqmaydiganligini bilganligim uchun edi. Chunki Uyg'ur bo'lmagan yoki Sharq Turkistonlik bo'lmagan bir kitapxon romanga, har qanday bir romanga roman ko'zi bilan qaraydi. Bizning tariximiz yoki bizning fojialarimiz ularni qiziqtirmaydi. Undaqkan ular bir adabiy asar sifatida ko'rganida hech bir yangilik topolmasa va uslub, bayon, qurilmalarimi allaqachon vaqt o'tgan qiliblarda bo'lsa, cho'qimki Uyg'ur adabiyoti haqida bekli salbiy bahoga kelib qolishi mumkin. Hozir shunda bo'ldi natijada. Shuni men Haliq xonimga boshqa bir postimni yaratib bergan. Qiyg'iniz kelsa buni qilindi. Ammo qiziqmadimi yoki imkoni bo'lmadimi, yo'qolib ketdi, shu paytda ko'rishamadik. Chunki Turkiya kitobxonlari qanday bir roman yoki adabiyot muhitida yetishdi. Buni eslab baksak bilimizki Uyg'urchaga tarjima qilingan Chali qushi Uyg'ur romanlariga Şu yakın zamanlarda gelgici yazılgan Uygur romanlarına seliştirilse Çali Kuşu'nu. Uygur romanları onun 30%'ı doğru gelmeydi. Yani paçıkı gelmeydi. Çali Kuşu yazılganına 100 yılga yakın vakit oldu. Demek Türkiye'nin bu edebiyat, romançılık terakkiyatı bizden az kem 100 yıl algı ketken. Bundan bir muhitte bu kadar güzel, bu kadar balagetlik eserlerini okup adetlengen Türk kitapxanı bu bizning o pak romanlarımızga hiç kızıkmaydı. Bunu ben bilemen. Hatta o kadar kızık, vay bizning yo'g'inimiz, ay biz yaxshi ko'rgandikan chuqur haqmi yaxshi ko'rdik degan xiyol bilan tarjima qilingan aş büyüklerinin romanları haqidagi Türklerning bergan bahası kishini echindiradi. Uningdan xabarim bo'lganligi uchun men buni tarjima qilishga qiziqmadim. Ama men tercüme kılınsı iken deganlarni tercüme qiladiganga boshqalar qiziqmadi. Agar Google'ga siyosiy tashviqot nuqtasidan qaralsa, haqiqatanmi yaxshi deyishga bo'ladi. Shunisi o bir roman. Roman bo'lgan ekan, uningga siyosat nuqtasidan yoki tashviqot nuqtasidan qaralmaydi. Hech bo'lmaganda boshqa millatlar unda qaramaydi. Balki san'at nuqtasidan qaraladi. O halde san'at nuqtasidan qaralsa qandaq bir ta'sirot kelmas. Mening o'ylaganim qarindoshlarimning roman yoki har qanday bir san'at asari haqidagi tushunchasi, tushunish tarzi, tushunish saviyasi qatorliq jihatlardan ilgirlishi meni texnik xushal qilgan bo'ladi. Masalan, qarindoshlarim uhsinishni va qahramonlik davrini yoqtirgan bo'lsa, bu meni texnik xushal qilgan bo'ladi. O halda ben mening xalqimni adabiyot san'atini tushunadigan, huzur olaydigan bo'pti deb suyungan bo'lardim. Xuddi Farhatning romaniga yozgan kirish so'z deganimdek, xalqimizla emas, adabiyotchilarimizmi romanning mohiyatini tushunadigandak emas. Romanda voqea vositadir qarindoshlar. Vosita. Maqsad til maharatidir. O halda til maharati ko'rsatish uchun voqea zarur deb qaralsa, biror voqea yozilsin bo'ladi. Voqeaga kerak bo'lmaydigan turda til maharati ko'rsatishga ko'zi yetgan yozuvchi hech qanday qiziqarli voqeani vosita qilmasa bo'ladi. Masalan, Virginia Woolfning romanlari bizlar lirik nasr deb atayotgan turda bo'lib, bizning xalq o romanlarni tugutishga taqat qilamiz kerak. Yana Orhan Pamukning Yangi hayot nomli romaniga o'xshash romanlarni xalqimiz bek yoqtirib ketmaydi. Chunki bunday romanlarni o'qib huzurlanishga bek baldurdek qildi.
Marcel Proust'ның Yutgan vaqtning izidan nomli 7 tomlik romanida 5 minut so'zlab berishga yetgudek voqea topqili olmaydi. Ammo kishini lol qiladigan tasvirlash uslubi, xotir anbirining boyligi namoyon bo'ladi. Buningga yana Farhod Tursunning Cho'ng shahar romanini qitish mumkin. Uningdagi tad haqiqatan odamning yuragini larzaga soladi. Bu turdagi kitoblarni xalqimizga yoqmaydiganligi aniq. Chunki xalqimiz beshida ko'taradigan ulug' yozuvchilarimizning donliq romanlarining hammasi jangnami shaklda zanjirsimon voqealarning sobiq Sovet ittifoqidan kirgan atalmış sotsialistik realizm deyiladigan uslubdagi nazariyasi qattiq qalbdek bekitilgan boshlanish, rivoj, yuqori palla, yeshim, xulosa degan tartibda yozilg'achqa kitobxonlarni shunga ko'nikkan. Uyg'ur kitobxonlari. Kitob o'qiydi ekan, u holda uningdan cho'qim qiziq bir voqea kutish asos talabga aylanib qoladi. Mana shundaq o'lcham qalbiga o'rnagan xalqimizga Gugumning yoqadiganligini mo'ljallash tas emas edi. Bir nuqtani yana ta'kidlayman. Romanda voqea bayon qilish shart emas, dedi. Voqealik romanda maqsad emas, balki vosita. Shunday bo'lg'achqa o'xshash voqeani o'xshamagan uslubda yozsangiz, bu roman ayrim ikki roman deb qabul qilinishi mumkin. Ammo voqeasidan boshqa hamma yeri o'xshash bo'lsa, bunday romanlar 100 bo'lib ketsa-mi, yana bir romandir. O'z-o'ziga taqliddir. Shunga Uyg'ur adabiyotida borliqqa kelgan 100 roman degandek xabarlar kishining g'ijiqini keltirdi. Bularning hammasi o'xshash bir qalbda. Yoki ikki qalbda desak, bular amaliyotda bir roman yoki ikki roman deb qarashga tegishli bo'lishining sababi shu. Endi ba'zi molosullik yozuvchilar ta'riflanadiganlar kelsak, bu atalmış molosul o'z-o'ziga taqlidning mahsulidir. Shundaqla ipini tepib olishning mahsulidir. Hargizmi badiiy ditning, badiiy mahoratning mahsuli emas. Bilasizlar, ipini tepib olish degan bir gap bor bizning tilimizda. Bu ishning ipini tepib oldik deblar qilaverdilar. Shundaqmi? Bu biz hayotda ko'p qo'llanamiz buni, Uyg'urda bor bu ipini tepib olish degan gap. Bir ishning ipini tepib olsangiz, bu ishni tez va ko'p qila olasiz. Yani o'xshash usuldagi harakatni o'xshash tarafdan takrorlayverasiz. Qo'lingiz ko'nib ketgachga boshqalardan tez tugutasiz degan gap. Lekin bu adabiy asarlar uchun bo'lganligida bo'ladi. O'yla. O'z-o'ziga taqlid bo'ladi. 8 chaynagandek bir ish. Ammo mening kutadiganim hech qanday qiziq voqealigi bo'lmagan ahvoldami yüzlerce betki sozulgan aşk quruq gaplarning düyüsidan tat ala oladigan san'at saviyasi. Masalan, Farhod Tursunning romanini o'qisanglar ko'rsizlar. Bu Uyg'ur romanchiligida tunji va eng muvaffaqiyatli badiiy yuksaklik deyishga bo'ladigan bir cho'qoq. Mana shu romandan tat ala olganlar endi mening nima demoqchi bo'lganimni, nemishki Gugum haqidagi yuqori baholarga xursand bo'lib ketmaganligimni tushunaladi. Farhodning romanidan tat ala olganlar yana o'zini sinab ko'rish nuqtasidan Marcel Proust'ning 7 tomlik romanini o'qib baxsin. Endi James Joyce'ning Yo'lishisini, endi Finneganning Uyg'unishini o'qib baxsin. Yana Vladimir Nabokovning Solg'un ateş romanini o'qib baxishni tavsiya qilaman. Shug'unisi bu kitoblarni o'qib tugutishga taqat yetadigan Uyg'urning borligiga ishonmayman. Çünkü bizden xalq bilarmanlarimiz, hatta edebiyat kasbi bo'yicha unvonlari bo'lgan ulug'larimiz taxichi bizning iqtidoriy tarixiy romanlarimizni xijil olmasdan chet tillarda tonishtirish jafosi ichida yurayotgani bu nuqtani taxmin kuchli dalillaydi. Masalan, mening Jannatga tutashgan yo'l nomli povestlar to'plamimda yanala siyosiy tashviqot maqsadli asar bo'lib, san'at nuqtasidan qaralsa hech qimmati yo'q deyilishi mumkin. Lekin xalqimizning milliy uyg'onishi texi tamomlanmagan bir vaziyatda bo'lg'achqa, siyosiy tashviqot maqsadli adabiy asarlarni yanala keraklik deyishga bo'ladi. Gugumga qaraganda o'xshanishni
qahramonlik davrini, savdoni yaxshiroq deb qarayman. Bu o'zimning qarashim. Lekin bularmi yanada Farhodning romaniga yetmaydi. Chunki Farhodning romani haqiqiy san'at asari hisoblanadi. Mening yana boshqa bir necha kitobim kelgusida o'lmasam nashr qilinadi. Ularni san'at asari deyishga bo'ladigan turdan. Shunday bo'lsa-mu, men bir ojizligimni tan olmay o'tmayman. Men hech qachon bir asarimni siyosiy xohishchanlikdan qutuldiramadim. Bundan keyin qutuldiramsam kerak. Aslida romanlarda avtor asardan o'zini butunlay qo'g'lab chiqargan bo'lishi, asarning iqishiga aralashib olmasligi, asardagi personajlarga buyruqbozlik qilmaslik kerak. O'lcham. Bizning romanchiligimizdagi sovet andizisi va o'zgarmas rad-tartiblar dunyo adabiyotida allaqachon buzib tashlangan bo'lib, anti-roman davriga kirgan vaziyat mavzu bo'yichdir. Masalan, Nabokovning Solg'in ateş romanini tushunib bakın. Nabokov romandan bilim oladiganlarni rahimsiz masxara qiladi. Chunki roman ciddi ma'noda bilgi, ya'ni uchur manbasi sunmaydi. Bundaq vazifasi yo'q. Roman san'at asari bo'lish sifatida hayajon qo'zg'ash, zo'qlantirish, ish chiqarish roliga. Uning boshqa bir roli yoki töhfisi bo'lsa, u faqat milliy tilning ifodalash kuchini oshirish, til ishlatishda ulgu yaratish, til taraqqiyotiga turtki bo'lishni ko'riladi. Sizga ma'lum bir bilim sunish vazifasi yo'q. Shunga romandan bilim olmaymiz qarindoshlar. Lekin xalqimiz roman orqali nurg'un narsalarni bilib oladi. Bilimga ega bo'lganligini zanaytadi. Romanning yana bir ismi qarindoshlar, turkchada kurgu. Nima degan gap bu? To'qilma degan gap. Mana bu ismi bizga shuni ogohlantirdiki, romanda deyilganlarning hech qanday jiddiyati yo'q. Uningdagi uchurlarga ishonsang xatolassan. Ya'ni masalan, siz bir ilmiy maqola yoki dissertatsiya yozmoqchi bo'ldingiz. Bu ilmiy maqolangizga ma'lum romantik uchurlarni naql qilib ishlatdingiz. Arqadan foydalangan manbalar tizimlikida bu romanning ismini verdingiz. Əsəriniz dərhal külkü oluşun. Şundaqla maqalanızın ciddiyetiga hech kim ishonmaydi. Onu bir hikoya, afsona deb qaraydi. Hatta bu roman tarixiy roman bo'lgan taqdirdimi, tarixiy faktlarga %100 sodiq yozildi deyilgandimi, yana roman, yana san'at asari bo'lib, ilmiy emgak emas. Ilmiy maqolalar uchun foydalanish manbasi qilishga bo'lmaydi. Buningga unamay romanni manba qilsangiz kulki qilasiz. Endi bu nuqtadan gugumga qaralsa, uningdagi har bir tafsilotni, detallarni rost deb turib olishning, "Ata bo'ptikan, munda bo'ptikan" deb turib olishning o'rni yo'q. Bu bek bolalikdir. Gerçi men bek inchki detallarga tarixiy chinlik sodiq bo'ldim deyalasam-mi, yana uning turi roman bo'lganligi uchun uningdan bilim, uchur elishga tavsiya qilmayman. Bunda qilsam ilm saxtikori bo'lib qolaman. Romanlarning roli yoki qudrati yana shuni ta'kidlab qo'yishim kerakki, qarindoshlar. Endi yuqorida deganlarimga qarab, romanning huquq foydasi yo'q ekan deydigan bir qarash shakllanib qolmaslik uchun aytaman, romanlarning roli yoki qudrati haqida. Romanning bilim yoki uchur manbasi bo'lolmaydiganligi, san'at asari hisoblanishi hargiz uning foydasizligini tushuntirmaydi. Hatto bu jihatda dunyoda shunday misollar borki, bir romanning kuchi haqida dunyo urushining g'alabasini qo'lga keltirgan asosiy omil deb qaralgan. Ya'ni sobiq Sovet ittifoqida İkinci Dünya Urushining g'alabasini 3 turli tushuntiradigan qarashlar bo'lgan bo'lib, bularning birincisi Stalinning g'alabasi, ikkinchisi Zhukovning g'alabasi, uchinchisi Aleksey Tolstoyning g'alabasi deb qaraydigan qarashlardir.
Aldınqı ikki tür tushunishlik va aqlga muvofiq ko'rinadi. Shundaqmi? Chunki Stalin davlatining beshi shundaqli qizlar biyaning oliy bosh qo'mondoni. Jukov marshal, harbiy, front qo'mondoni. Lekin Aleksey Tolstoy bir yozg'uchi tursa, u qanday butkul urushning g'alabasiga bo'lsin? Asli sabab uning shu yillarda yozgan Peter Pervy kinosimi bor YouTube'nizda sanglar. Peter Pervy deb yozsam chiqadi. Peter bir nomli tarixiy romanini Rus milliy ro'yining urg'ishiga sabab bo'lgan. Shuning bilan jasorat uqtirgan Rus xalqi qattiq g'ayratga kelgan. Chunki urushdagi asosiy omil qurollar zamonaviy aslahalardan avval ruhiy ustunlikka bog'liq deb ta'bir berishgan. Bizning 80-yillardan keyingi ciddi turda milliy uyg'unishimiz, tarixda misli ko'rilmagan darajadagi milliy uyg'unishimizning sababini adabiy asarlarga bog'lashga bo'ladi. Hiç olmaganda yerimi adabiy asarlardan, yerimi tarixiy asarlardan meydonga kelgan. Şuna yenilik kerakli. Bu noktadan qaralganda Gugum haqidagi baholarni kuchga ega deyishga bo'ladi. Bugun bizning vaziyatimizdan aytganda qo'shmaq o'rdak, jup kepenak turidagi asarlardan bak vatanparvarlik tarbiyasi, milliy ruh tarbiyasi beradigan adabiy asarlarga albatta ehtiyoj bor. Ammo bunday asarlarning obyekti faqat o'z xalqimiz bo'lib, bular bizga har qancha yarab ketgan taqdirdami chet el tiliga tarjima qilib, chet elliklarga tunishtirish, kulki qilishimizga sabab bo'lishi mumkin. Chunki chet elliklarning ehtiyoji bizninki bilan o'xshash emas. Ular adabiy asarlarga san'at asari sifatida muomala qilg'achqa, badiiy jihatdan intayin bolalarcha bo'lgan narsalarni ularga tunishtirish, millatimizni tushirish roli o'ynashi mumkin. Gugum haqida chet elda Uyg'ur avtorlar yozgan eng nodir asarlarning biri deyilgan bu bahoma bak qaltis baho bo'lgan. Mak qilingan bir iltifot desam bo'ladi. Chet elda Uyg'ur avtorlar yozgan eng nodir asarlarning bu deganlik chet elda Uyg'ur avtorlar yozgan yuzlarcha eng bo'lmagandimi, o'nlarcha nodir asarlarning barliq turuqini berdigan bu jumladagi yuksak bahoga alohida rahmat deyishimiz kerakda qiladi. Endi qarindoshlar, romanlarda siyosiy tendensiya haqida bir necha og'iz gap qilgim kelyapti. Ya'ni siyosiy xohishchanlik. Ya'ni avtorning siyosiy maydonini yurakidagi asli milliy kimlik tuyg'usini bilindiradigan tendensiya. Xohishchanlik. Biz romanlarga Sovet ittifoqi o'rnigida siyosiy ehtiyojga uyg'un teşviqat uchun yoziladigan shaklda boshlig'inimiz uchun kitobxonlarni o'zgartirish urinishimiz bek aniq bilinarli bo'ladi. Shunga millatlar ittifoqi deymanlari, sotsialist Xitoyni suyishgun deydigan zo'r qushlar, burmalangan vatanparvarlik, shu navbatdagi siyosiy iqlimga uyg'un, ya'ni masalan şu vaqtdagi siyosiy iqlim deganimizda yaraslat temirlari, kooperatsiyalash temirlari, kommunalisht temirlari, dajaydan o'g'inish mushundaq shakllarda aniq bir siyosiy maqsadni bayroq qilgan holda boshlangan bo'lg'achqa yoki kommunistlar mushturdagi ulgularni ko'kka ko'tarib bizga qandoq yozish haqida bishorat berib turg'achqa bizning yozuvchilarimizmi shuvarvozlikqa shunchalik ko'ndiki, u asarning nimaga bag'ishlab yozilgani mana men deb turadigan ahvollar umumiy tus oldi. Mayli ijobiy shuvar yoki salbiy shuvar bo'lsin, yozuvchi aniq shuvar to'g'laydi. Qarang'i zulmatlik o'tmish deyilgan tasvirlangan ko'rinishlarning o'xshashligi hayron qolarlik bo'lib qolmay, bugungi baxtiyor sotsialistik jamiyatning parlaqligidagi tasvirlarning qilibi bir xil. Xuddi Hindiston kinolarida. Yoki xalq cho'chaklardagidek baxtlik bir oxirlashish. Ijobiy tarafning g'albisi bilan oxirlashish udumlarimi o'xshab ketadi.
Eriden zulüm görgen ayalının bir beşiği tevekkül kılıp ürümçiga çıkıp ketip beyip ketişleri, karxanaçı bolup burunqi erini dervazı saklaşdek tüven işlari yalla veliş qatarlıqlarda sadda körgüçülerinin adıqını çıkardığa ilmitler var. Çünkü yamanның cazasını tatqыныga adıq çıkıdığan bir xil tuygu olur insanda. Ama real hayatta bundan asançılık näde olsun? Şuna mı yapma? Eriden ayrılıp öz beşiği ürümçiga çıkesili bay olduğa iş var mı? Onun yançıqıda pul var mı? Desmiyesi var mı? Bu karxançı olaq ketişken. Qıpqızıl toqulma, yalgan gap. Bu roman edebi eser toqulma oldu desem, manda toqulma olmaydı qarindaşlar. O turmuş çıllıqıga uygun toqulma oluş lazım. Turmuş aşında aşılı boluduğan türde. Tamamen ahmaqana bir toqulma. Edebi eser toqulması manda olmaydı. Yani Xorazmı tuxum tuğdi deydiğen şekilde emas, Migiyan tuxum tuğdi şeklinde toquluş gerek. Bu yere turmuşdaki çıllıqqa uygun buluş gerek, kanuniyet uygun buluş gerek. Yani toqulmadık Migiyan yoki Xorazlan. Yani konkret palanının toqsi degan toqa çin olmasa mı, onu toqsak mı, ama onun tuxumni qaysının tuğdiganligi turmuşunun əməliyyətinə uyğun buluş gerek. Yana bir eçinişlik derecedeki galatilik aptorunun personajlarının hareketiga aralashışı, komandallık qilishi, özünün iddisi bilan yetekleşidir. Bir edebi asarda siyasi tendensiya buluş gerek deyilgandimi, o aşkarı şuvar cümleler bilan emas. Bilinmegidek derecede turmushdagi chilliqni bayon qilish orqali mumkin bo'ladi. Aslida. Mesela Ulysses, James Joyce'ni dünya edebiyatının en gigant, çok sayıda işini de hazırkıca edebiyat sahası. Aslında Ulysses o boyunca bolganda Ulysses hergizmi siyasi teşviqat eseri bulmaslığı gerek. O nokul halda sanat için sanat buluş gerek. Şuna koy. Ama Ulysses'nin birinci babıda tasvirlengen 3 yaşının naşt qilish jarayonida sütçü mumay bilan qilishgan gaplarda Aptur'un Angliya mustamlikchiligiga qarshi millatchilik tuyg'ulari tashkil etgan bo'lsa-mu, bu shuvar tariqasida o'tirib qo'yilgan emas. Faqat Mumayning, ya'ni sahradan akalasini seg'ib kelib sutni satqini kelgan Mumayning Gala tilini bilmaydiganligi bilan ifodalanadi. Gala tili deb ataladi, Irlandiya tili. Gala tilini bilmaydi, hali yezidagi o'qimagan bir Mumaymi özünün tilini unutub qo'ygan. İngilis so'zlashidi. Yana shu aşağıdakilarning hammasi 3 yoshga o'xshashli ingliz so'zlaydi. O Mumay ingliz so'zlaydi. Yani bu yerda til assimilatsiyasining bir saraliq Mumayga qadar o'zlashganligi shunda oddiy ifodalanadi. Shu vaqt o'lamaymi qiyg'in bo'ladi demak. Endi men qahramonlik davrining bir bölümü bo'lgan Ejilida o'lmaydigan degan bo'lakidan boshqa bo'laklarini vatanishlik torlarda e'lon qilgandim. Hammasi e'lon qilingan shuni. Faqat bir bo'lakda 180 so'zlar bo'lganlik uchun u yerda e'lon qilgani bo'lmaydi, qolganlarini e'lon qildim. Uningda yo'qmidi siyasi tendensiya? Butunlay siyasi o kitap. Gerçi Xitoyning mustamlaka jamiyatidagi tengsizliklar tasvirlanayotgan bo'lsa-mu, faqat shu var, yalang'och iboralar bo'lmag'achqa o kitobda. Vatan ichidagi torbatilda e'lon qilishga bo'lavergan. Bo'lmaz beqqa o'qidi ular. Unda gap bo'lsa hargiz chiqamaydi uni. Tekshirishni o'tkaziladi. Ben bu kitapta Xitoylar deganni
Yoldaşlar da bağlanıptım. Taaddi ma'nosida. Bunu bilasizlar, bizning dehqonlarimiz Xitoylarni to'ngzi deydi ya. Ha, shu paytida. Shu to'ngzining lam tarjimasi. Yani şu var to'g'lamaymi qiyg'ili bo'ladiganligini bildirib qo'yish maqsadida shunday yozdim va vatan ishida e'lon qildim. Ba'zilar munofiq adiblarni oqlash yirismanligidimi yoki vazifadimi ular majbur bo'lgan deyishadi. Ularning qalamlari erkin emasdi deyishadi. Erkin emasligi rost. Buni men inkor qilmayman. Yanılı nurgun yuçuklar, usullar mevcut idi. Lekin bu münafıklar hiç kim zorlaması mı yüzü hoşametçilik, kulçuluk kılışattı. Ben bunun bir misal vereyim. Yoğullarımlardan birine, kapolap gidersler mi bilmeymen. Ahad Turdi'nin Sersar Ruh degen roman. Bu Ahad Kam'ın yüzünün deyişçe, bana yüzünün deyişi de. Telefonda. En memnun bo'lgan roman ekan bu. Ya'ni en vakillik asri ekan. Buni men o'zi ashunda degan. Aslida Uyg'urlarni romanlarini, Uyg'ur avtorlarning romanlarini bek o'qimaydigan bo'lsam-mu, Ahadkam o'zi maqtaganlik uchun bu romanini. Shu hamma romaniga badal şu birini o'qib baqay deb o'qib baqqan. Bekmar o'yim tushdi qarindoshlar. Bekmar o'yim tushdi. Ya'ni bu romanni qandaqdir bir odam shu haramga ketib ashadima kallashib qilib qolgan ash odam yoki shuning o'g'li uchqishi bu Ahadkamga. Ahadkamni bir qatim Arabistonga borgan. 91-yili borgan. Belki şu vaqt sözlep bergen bir vaqalik bu. Çünkü bu bizning o avtorlar shunday birisining sözlep bergen bir vaqalikni yoki o'zi turmush o'rganish deydigan g'alati gap bilan turmush yo'q Urumchidan turmush bor tuganga tushgan vaqtida etrafida yuz bergan bir voqeaga tayinib roman yozmasa yozolmaydigan olurdu bizden yazgıçılar. Şuna çoxun bu Sersarruhni o kişi sözlep bergen bu adamga. Şu sözlep bergenni asas qilib, onun nayt az yerini to'qilma qilib, ashunga tayinibli yozgan bu kitobni. Şu tufayldimi voqea itibori bilanmi ajoyib chuvalchaqlik bor-da. Ajoyib chuvalchaqlik bor. Çünkü az sözlep bergenning hemmini yazmasam bo'lmaydi degan bir majburiyatga kirib qolgan ekan. Katan kirib qolgan harbining chaqi o'xshamayani chiqiray desam chiqmay shu o'rekning ichida manganga o'xshash bir zo'rliq kuchib qoladi adam. U voqeaga tayangan ishda. Bo'lgan ishni bo'lgan pet yozaman desa. To'qib yozsangiz xohlagan niyaga ketalaysiz erkin. Ama bo'lganni yozaman degandan kelib falokat shu. Şu tüpeldimi voqeaning qurilmasida bu bek chuvalchaqlik bor. Uni demaylik o'yini da. Mening ro'yimda tushgan taraf boshqa taraf. Endi 70 yoshdan oshqichimi bu odamning kimlik qarashi tiklanmagan. Kimlik qarashi. Ya'ni o'zining kimligini, o'zining qayaga tabaligini anqiranmaganligini his qildim. Aşı yoshqichimi. Hem de sizler bana dep veringlar. Mecbur oldu mu bu adam yoki o'zining kimlik qarashining tiklanmaganligi mi? Ahir daraxtda ikkinchi muhim qahramon Qashqardan Dadabala chiqibdi bu hajga. Qilib qoldi shu yerda. Balasi ham bu. Balasi cho'ng'ilab shirkatlarni qurib bayolab ketken balasının ipi. Kitapның ahırıgırak doğru keldiği yerde. Aşı balanın baş kahramanının Arap şiiri var. Ticaretdeki Arap şiiri.
Bir gün onun yanına kirip deydirler ki, senin vatanının Guangzhou şehrinde bir Suudi yermenkisi açılmakçı iken, men seni de bir san hal kıldım. Muş fursatda yurtunga verip kelesen. Men bet numarini dep bereleydim da cicip koygan ama o kitabını taşlayıp gitip kaptı men. Kitap şkaplarga batmagan kitaplarını kıskartkanda. Şoň yok. Tapalayslar, okugallayslar. Bunundaki şu sözler kişini hasretlendirdi, gazaplendirdi qarindoshlar. Senin vatanının Guangzhou şehrinde. Muş sözünü qaysinglar mecbur bolganlykdan şunday yazdy diýeleýsizler. Ajna diýeleydiganly barmy? Bu sözünü Xitayning besim siyaseti yoki senzorluk sistemiga hiç putlaşdyrmaymy? 100 xil şekilde ifaat qilishga bolamdy yo'qmi? Sinap bakinglar. Bu gapni da'vatçı bir Arab. Şunlaşqa Sinning kanton şehrinde deyişi mümkünmü yo'qmi? Tamamen mümkün. Bu siyasi senzorlarga putlaşıp qalamdy, maşında deysen. Sinning Araplı Sin deydi go'ni. Sinning kanton şehrinde deysen. Putlaşıp qalamdy senzorlarga. Ya. Zor bir Qashqarlik adamni junguluk qilib, ikki ayrılmaslikka töhfə qoşmaqda qarindoshlar. Yani ahad turdi bir Qashqarlik adamning vatani Jungu degandan qaraganda u öz kimligini Junguluk deydiganligi nihoyat aniq. Qarindoshlar. To'g'ri, u yerda men Sharq Turkistonlik degili bo'lmaydi. Onundan beni qo'rqatmasanlar bo'ladi. Lekin yazma bir narsada va eg'izdaligi resmiyat ustidan majlislar yoki qahva so'rinda deyishga majbur bo'lganda desa, uni to'g'ri tushunmas. Lekin yeziqda qarindoshlar, yeziqda uni demay o'tib ketgili bo'ladigan mümkünçülük batılsa. Nima uchun sening vataningning uning vatani qayerda? Qashqarlik u. Shundaqla uning vatani agar Sharq Turkiston bo'lsa, uning o Sharq Turkiston degan vatanida Guangzhou deb shahar yo'q. Bu yerda junguluk demekçi ve üzümü junguluk ekanligini jakalaydi iftixor bilan. Mana bu hech qanday majburiyat bo'lmasimi qilinayotgan qulchilikdir. Bu romanning adabiy nuqtada bir hech ekanligini deb o'tamisan bo'ladi. Bunday ahvollar sonsiz qarindoshlar. Shunlashqa haliqi majbur bo'lgan degan chapay yapadiganni keyingi faqat kirmanglar, ishonmanglar gapligiga. Sizlar sinab baqsanglar bo'ladi-ya. Şunun o'rniga boshqa jumlani qo'yib baqsanglar, qiyg'ini bo'lamdikan, bo'lmamdikan. Uni men Sharq Turkistonlik demadim demoqchi emas. Shunday yo'l bilan qiyg'ilib bo'ladigan tursa uni demayotganga. Mana shu siyosiy tendensiya masalasi gerçi biz san'at uchun san'at tashabbusini qilsakmi, agar yuragingizda bo'lsa bir narsa, ashunga eksitib ketadi. Yana. Masalan, men yuqorida dedim, bundan keyin nashr qilinadigan kitoblarim to'liq san'at asri dedim bu. Ammo rostini desam, uni men faqat mahorat uchun yozdim. Shu bir postlar to'plami va bir roman bor yana. Mahorat uchun yozaman deb yozdim niyat qilib. Ammo xolimas bir yerlarga yana shu mening yuragimni doim g'ajab turadigan shu siyosiy mavqeim va siyosiy qarashim
yana bir yerlerge mısralarının aralarındaki bir yerlerge yanıla özünün tanlıqsını besip itip qalğanlığını keyin oqып bolap, yazıp bolap oqып baksam bayqıdım. Demek men bu siyasi xahişçılıkni faqatla kontrol qılanmaydı ekanman. En sennet üçün sennet dep yazsam mı yanıla mening siyasi xahişim aralashib qoladi. Aş postlarda masalan 4 post var. Tötülüsünü men faqatla maharet göstərişini itidi yazdım onu. Uyghur tilinin qanchalik ifodalash kuchi bor, qanchalik qudrati bor deganni namoyon qilish uchun yazdım. Ama shuningdimi shamol bir salqin lip o'tib ketganda yanada mening siyosiy xohishim aralashib qoladi. Bunu aralashtirmaslik kerak deganligim emas. Agar san'at uchun yozadigan bo'lsangiz, aralashtirmay yoza olsangiz, uni bo'ladi. Növbetdə bizning xalq uyg'otishga muhtoj, vatanparvarlik tashviqotiga muhtoj, dushmanga qarshi nafratlarni bilishimizga muhtoj. O'tkir qilib bilishga muhtoj. Onun uchun albatta ba'zi siyosiy xohishi bo'lgan, siyosiy maqsadi bo'lgan asarlarni yozishmi kerak. Qarindoshlar, bugun bu mavzu biraz uzrab ketgandek his qildim. Sizlarningki qanoatingizni to'g'ri keldimi, kelmadimi bilmayman uni. Agar sizlarning qanoatingizga to'g'ri kelmagan bo'lsa, kutgan yeringizdan chiqmagan bo'lsa, savol yo'llasanglar, men keyin yana bir fursatda yana bir qatim o'sha adabiyot haqida bir suhbat qilib, talablaringlarni o'rinlashga tirishim. Hammanglar